Ozjonim. Suribganmi? Imkon qadar suribganmi? Yo'l probkaligini hisobi shahar o'rtasidan qo'zg'aluvdim-da. Xavotir olmay, panikaga tushmang, bola yig'lab katta bo'ladi. Glaniz quyosh emas-ku, oynani sindirmay ko'ziga sachiraydi. Ha? Yo'q, biz oynani sindirmaydi, ko'ziga sachiraydi bola-ku. Voy, Alloh ko'zga saqlasin. Xudo xohlasa, azizgina qoldi, kelib qoldik. Xudo xohlasa. Ha. Kel, yo'l ochib beraman telefonni jon akalar. Oke, to'xtab turing. Keldim. Ana, hatto. Voy, chuqur namuncha bu onangni nima kerak ekan. Voshchi, chuqur mahallada onasini emsin. Chiqar yutolsam bo'ldi o'zi, bo'ldi. Bundami? Tez narsani ol. Voy, onasini emsin. Tez. Taraf oching kerak. Ozjonim. Pul qani onangni. Pul qani? Orqada puli. Bagajda. Men. Mashinamizning motoridagi suv qizib ketdi. Bola qochib qolgan. Qo'limizdan qancha ekstrem keldi. Agar shu mashinada o'timiz siqib qo'ygan bo'lsa, mimoz yo'ldan Bilasizmi, faqat qo'limdan kelgancha ekstremni boramiz. Zavqni taqsim beramiz, kelib ham qolamiz. 24 yetdi. Ko'rasizlar, tormoz oxirigacha tushyapti, patologga teyapti, lekin tormoz polga teyapti, tormoz olmayapti. Men farishtani qutqargani kelib, Alloh meni asradi. Shu mashinada o'chimiz qo'yganmiz, mimozini so'rayman. Rost ekansan aytaman. Faqat ertaklarda bo'ladi deb o'ylasa, yo'q. Mana hayotimda bo'ldi. Rost aytaman, 22 kilometr qanaqa kelganim o'zim bilmayman. Qo'limdan kelgancha maksimum, lekin tormoz yo'lda pand bermadi mayli. Lekin keldim, mashinani o'tirib salomlashib, xayrlashib, ichga ish bitgandan tormoz olaman, tormoz yo'q. Assalomu alaykum, kun yaxshitsa. Alloh qudrati cheksiz, charchamaylik, kun yaxshitsa. Mana xizmatimni hech kim kerak, kelib qolaman, charchamaylik.